Juda ham xursandman bugungi podkastimizni mehmon bo'lib kelganingiz uchun. Siz mana shu podkastni boshlaganingizda men o'zim ko'rib chiqdim YouTube'laringizni. Shunaqa zo'r, shunaqa ayollarga motivatsiya, kuch beryapsizlar. Men podkastimda har doim ayol kishi kelib o'zini kuxnyadagi mahoratlarini ko'rsatadi-da. Qat'a bitta salat qilib berishadi-da ayollar. Bilaman, где-то 10 yilcha uy bekasi bo'lib o'tirgansiz. Adamlar xohlaydi bu narsa. Har bir ayol aytishadiki, yoki uyi eplaydi yoki ish eplaydi. Lekin men bu bilan rozi emasman. O'zingiz ishlayotgan joydan menga ish topib berasiz dedim. Yerga tegaman, yaxshi joyga tushaman deyshadi-da. O'tda ham o'qiyman. Bu yerda ishlayman. Menga ruxsat teganda meni ishga oling, iltimos. Juda ham такой важный момент. Qiz turgan yog'iga tuz sepyaptilar. Yeyotgan ovqatlari og'zlaridan tushib ketdi. Ishoning, o'sha ko'z oldimda o'sha men qolib ketganda, o'sha yuzlarida. Mana men samый главный uydan chiqib borishim kerak. Turmush o'rtog'imni o'zlari yog'iga ishlar. O'zingiz ustingizda ishlasangiz, o'shani ko'rar ekan. Va baxtli qilmoqchi bo'lsangiz, bolangizni birinchi bo'lib o'zingiz baxtli qilishingiz kerak ekan. Masalan, men o'zim aytaman, internetda mana shu ijtimoiy tarmoqqa Alloh bergan inoyati. To'g'ri. Bu narsadan to'g'ri foydalansangiz, To'g'ri. bunda baraka bor. Assalomu alaykum. Mana navbatdagi uzoq kutilgan baxt retseptlari podkastimiz yana efirda. Bugun sizlar bilan shunaqa zo'r ayol bilan tanishtirmoqchiman. Bugungi kunda ular juda ham uspешный bir biznesni egalari, lekin bundan oldin 12 yil o'zlarini vaqtlarini, o'zlarining mehrlarini oilaga berib yurgan ayollar. Lekin bugungi kunda yetakchi agentstvani boshlig'i, 50 dan ortiq личный brend, korporativniy brendlarni yurituvchi ayol bugun bizani podkastimizga tashrif buyurdilar. Bugun ular bilan nafaqat biznes haqida, balki oilaviy, ayollik baxti haqida gaplashamiz. Bizani har bir podkastimiz doim choydan yoki kofedan boshlanadi. Bugun esa men yaxshi ko'rgan ichimligim amerikanodan boshlaymiz. Qani ketdik. Bilasizlarmi, eng zo'r suhbatlar har doim kofening atrofida bo'ladi. Dildan suhbatlar. Mana bugungi uchrashuvimiz ham, bugungi podkastimiz ham menimcha juda ham dildan bo'ladi. Ko'rib boring, oxirida sizlarni juda ham zo'r narsa kutadi. Bugungi mehmonimiz Munisa Ravshanbekova. Assalomu alaykum, Shahlo opa. Yaxshimisiz? Rahmat. Наконец-то ko'rishdik. Men sizga kofeni tayyorlab qo'ydim. Rahmat, Oling. Rahmat. Juda ham xursandman bugungi podkastimizni mehmon bo'lib kelganingiz uchun. Rahmat. Biz Munisa bilan уже anchadan beri podkast olamiz deb niyat qilib yuruvdik. Bir men ketib qoldim, bularning ishlari ko'payib ketdi va nihoyat o'sha kun keldi. Bugungi podkastimiz faqatgina podkast bo'lmaydi. Bugun juda ham chiroyli bir ovqatni tayyorlash jarayonida menimcha bir dildan suhbat qilamiz. Bu podkastda menimcha nafaqat ovqatimizni eng zo'r retseptlarini, balki ularning hayotlaridagi eng chiroyli retseptlar bilan bo'lishadilar. Bu haqida gaplashamiz. Avvalambor Shahlo opa, taklif uchun minnatdorman. Xursand bo'ldim. Siz mana shu podkastni boshlaganingizda men o'zim ko'rib chiqdim YouTube'laringizni. Shunaqa zo'r, shunaqa ayollarga motivatsiya, kuch beryapsizlar. Men ko'rib xursand bo'ldim. Ilohim ishlaringizda Alloh xayr, barakasini bersin. Kattakon rahmat. Kofedan oling. Rahmat. Men juda ham kofemankaman. Meni kuzatuvchilar bilishadi. Qaysi davlatga borsam hamma yoqda kofe ichib chiqaman. Bu yoqdagi podkastimiz ham kofening atrofida bo'ladi. Bilasizmi, bugungi podkastimizni olayotganda juda ham boshida hayajonlandim. To'g'risini aytsam, ancha bo'ldi. Juda ham anaqa перерыв katta bo'lib ketdi. Men o'yladim, yoqarmikan, yoqmasmikan deb-da, bitta narsani juda ham angladim.
bitta yoki ikkita ayol uchun qanaqadir motivatsionniy bu yoqda gaplar, motivatsionniy balki qanaqadir momentlar bo'lsa, ularni hayotida qanaqadir o'zgarishi bo'lib, bizni qayerdadir sababchi bo'lsak, men juda ham xursand bo'laman. Radi mana shu ayollar uchun bugungi podkastimizni qilishni xohlayman. Ikkitami, uchtami ayolni ozgina diliga, ozgina bo'lsa ham yaqinroq bo'lsam, o'z yo'nalishini topsa. O'z yo'nalishini topsa. Bugungi bizani podkastimiz biznes haqida emas. Biz hozir Munisa chigani bunaqa hozirgi hollarda ko'ryapmiz. Bular hozir juda ham uspешный ayollardan birilar O'zbekistondagi. O'zlarining marketingovoy agentstvolari bor. Lekin bugun biz marketingovoy agentstvangiz haqida gaplashmaymiz. Bu haqida ham to'xtab o'tamiz. Albatta, balki qanaqa qilib shu darajaga yetganingiz haqida, qaysi yo'lni bosib o'tganingiz haqida gapirib o'tsangiz zo'r bo'lardi. Bo'ldi. Podkastimiz zerikarli bo'lmasligi uchun, qiziqarli bo'lishi uchun biza men podkastimda har doim ayol kishi kelib o'zini kuxnyadagi mahoratlarini ko'rsatadi-da. Hatto bitta salat qilib berishadi-da ayollar. Men bilaman, siz juda ham shirin ovqatlar qilasiz. Balki qanaqadir ovqat tayyorlab suhbatimizni boshlaymiz. Bizda bugun oilaviy rosa yaxshi ko'radigan ovqatimiz bor. Men o'zim bu narsani yoshligimdan yaxshi ko'rardim. Qo'ziqorin bilan go'sht dimlaymiz. Bo'ldi. Ozgina sirkalar bilan ustiga sirlar qilamiz-da, xudo xolasa. Birgalikda o'zingiz yeb ko'rasiz, baho berasiz. Men gribini rosa sevaman. Hozir meni o'rtoqlarim, 20-50 o'rtoqlarim ko'rishayotgan bo'lsa bilishadi. Men maktabdan beri gribini anaqasiman, ishqibozman. Давайте unda ingrediyentlarimizni olib, ovqat qilishni boshlaymiz. Suhbatlashamiz ham boshlaymiz. Bugun siz mehmon, men mezbon bo'lganligim uchun men bugun fartuklarimni taqib olaman va men sizni xizmatingizda bo'laman. Sous shefingiz bo'laman. Siz chef povar, men sous shef bo'laman. Siz aytganlaringizni qilib turaman. Bo'ldi. Ozgina pastroq qo'yaveramiz. Qo'yilamiz. Tak. Bismillahirrohmanirrohim. Past qilib qo'ying. Past qilib qo'ying. Sal qizib turaversin. Siz menga aytib turing, nima qilish kerak? Men o'zi birinchi marta Munisani ko'rganimda, Munisani yaxshi bir primerni kelin deb bilardim. Chunki bizani oilaviy aloqalar anaqamiz bor, nima deydi, отношенияларimiz bor. Lekin men bilganimda sizni marketingovoy agensiyangiz borligini, 3 ta farzandingizda, 3 ta farzandingiz borligini, qaynona, qaynota er bilan, ну как бы kelin bo'lib mana shu sohani olib borganingizni men juda ham восхититься qilganman. Chunki har bir ayol aytishadiki, yoki uyi eplaydi, yoki ishni eplaydi. Lekin men bu bilan rozi emasman. Ayol kishi xohlasa hamma narsani uddasidan chiqadi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Bu gapingizga men bilasizmi, o'zi bizani yosh qizlarimiz har doim hayotda erga tegaman, yaxshi joyga tushaman deyishadi-da. Erga tegishadi, yaxshi joyga tushadi, farzand ko'rishadi va shu bilan o'ylashadiki, bo'ldi. Hayotda hamma narsani уже nima deydi, добиваться qilib bo'ldim deb o'ylashadi. Lekin bilasizmi, men bitta narsaga amin bo'ldim. Haqiqiy hayot shundan keyin boshlanar ekan. Turmushga chiqqaningizdan keyin, farzandli bo'lganingizdan keyin haqiqiy o'zini ustida ishlash payti kelar ekan. Ungacha bu nima desam, bu repetitsiya deb aytsa bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Mana siz oilali, 3 ta farzandni onasisiz. Juda ham chiroyli umr yo'ldoshingizni ayollarisiz. Menga vot aytib bering, bizani anaqa tomoshabinlarimizga ham qanaqa qilib sizni mana yo'lingiz boshlangan. Bilaman, где-то 10 yilcha uy bekasi bo'lib o'tirgansiz. Shunaqa.
qanaqa qilib mana bunaqa skachok qanaqa qilib bo'ldi sizda? 18 ga kirganman. 8 kundan keyin to'yimiz bo'lgan. Men shu vaqtgacha o'shaning ichida men faqat o'qirdim. Faqat o'qiganman. O'sha institutga kiradigan vaqtimgacha 1 oy o'sha vaqtda ichida 1 oyda уже meni fikrim o'zgargan. Ungacha men yuridik institutda harakatini qilib yurganman-da. Polniy repetitorga borib, o'rganib, shuni ustida ishlab, shu soha bilan ketaman deb, men shu narsa o'sha odamlar xohlardilar-da bu narsani. Yurist bo'lasan deb odamlar xohlardilar. Keyin shu 1 oy institutga kiradigan vaqtda, o'sha test topshiradigan vaqtda 1 oyda meni fikrlarim o'zgarib ketib, yuridik emas, Inyazga kirganman. Jahon tillari universitetini, ingliz tili. Da, ingliz filologiya fakultetini, instituti o'sha ingliz filologiyasiga kirganman. Keyin u yerda 2 yil o'qib, turmushga chiqqanman. Bilasizmi, mana shunaqa bitta narsa, bitta voqea siz yuragimda bunday o'rin olgan. Birinchi marta bular bilan tanishganimizda aytuvdim-da, qanaqa qilib sizga eringiz ruxsat berdilar, mana shunaqa qilib chiqib ishlashga degan, mana shu anaqani aytib bering. Обязательно uni hozir Prямchi bu meni shunaqa hayratga solgan edi. O'shanda aytuvdim, ayol kishi xolasi hamma narsani qilar ekan. Shunaqa. Chunki prepятствиялар bo'lmasa ekan. Shahlo opa, qarang. Men turmushga chiqqanimdan keyin уже bizda boshqa muhit, boshqa oila. Chunki men farzandlarning ichida eng erkasi men bo'lganman oilada. To'g'risini aytaman, umuman ish qilishga yo'q edim. Na kuxnyada, na ish qilishda faqat o'qirdim. O'sha odamlarning rosa erkak qizlari bo'lganman. Turmushga chiqqanman, o'sha turmushini ko'rganman. Hayot, qaynona, qaynota, xizmat, oila, farzand, turmush o'rtoq. Endi baribir bilasiz, o'sha bo'ldi, boshqa sostoяние, boshqa narsa boshlanadi. Energiyangizni polностью mana shu yo'nalishda bergansiz. Oilaga, bag'ishlasangiz, o'sha keyin karyera, bu o'qishlar hammasi ikkinchi darajaga tushgan menda. Faqat mehrimni, oilamni, shu oila uchun baribir to'g'ri qanaqadir past-balandni bo'ldi hayotda. Albatta, busiz iloji yo'q. Baribir vaqti kelganda qilolmagan joylarimiz bo'ldi, gap eshitgan joylarim bo'ldi, har xil voqealar bo'lgan. O'sha etaplardan o'tganmiz, boshqa qilganmiz. Mana oila, kelin, nima o'zbek kelini qanaqa bo'ladi? Shunaqa kelin bo'lganmiz. Keyin vaqtlar o'tdi. Biz turmush o'rtog'imiz bilan o'sha farzandlar, ikkita farzandli bo'lganimizdan keyin Adajon, Oyjongalar отдельно hovliga chiqarishadigan bo'lishdi. O'sha endi u hovlida yana bitta o'simimlar borlar. Отдельно hovliga chiqdik. O'shani orasida men doim turmush o'rtog'imga aytadigan gapim, ishlab ko'ring. Faqat aytadigan gap. Turmush o'rtog'im nima derdilar ayting? Biz ham chunki oilada qaynonam tarafdan ham, onamgalar tarafdan ham hech kim ishlamagan. Hamma uy bekasi bo'lgan, shu oila hayot bo'lganda, endi unaqa ortiqcha unaqa ishlaydigan hech kim bo'lmagan. Ularga diki bo'lganda bu gaplarimda, ishlayman desam, jahllari chiqib ketardi-da. Oxirgi gaplari nima bo'lgan, aytganlarki, sen ishlayman deyapsan, agar men bu hayotdan ketsam, ishlaysam, ungacha bu narsani ko'zing oldiga olib kelmagin deganlar-da. Menga g'alati bo'lganman-da. Endi shu eng oxirgi gaplari shu bo'lganda. Shunaqa qizg'anchuv bo'lganlar, aytberganman-ku, endi har xil situatsiyalar bo'lgan, qanaqadir juda ham qattiq qizg'anchuv bo'lganlar. Yo'q solamizmi? Da. Tak, biz hozir qozonni qizdirib oldik. Hozir olivkovoy zaytun yog'ini sovatdilar. Tak, yaxshilab qizdirib olamiz. Siz zaytun yog'iga nima deydi? Tushit qilasiz, dimlaysiz. Biz hozir qanaqa go'sht oldik, aytgancha aytsangiz. Bonfile oldik. Bonfile. Chunki tez pishuvchini shirin bo'ladi, da. Bonfiledan qilaman bu ovqatni. Ozgina anaqa yaxlatib oldik, onsoqroq bo'ladi kesish uchun. Men piyozlarni to'rab qo'ydim. Masallig'i o'sha oilaga o'zinglar ko'z oldinglarga olib kelib, o'sha masallig'i o'sha bonfile, shampinyon qo'ziqorinlari, bizda piyoz, bu bizda mozzarella, adashmasam mozzarella, zira, tuz, kukuruza, guruch, stevia nimaga ishlatamiz? Uni xos sekret. Videoni davomida aytaman. Хорошо. Так, buni qayerga qilamiz?
hozir buni guruchga mayda qilib guruch dimlayotganimizni sovuramiz. Сложный гарнир qilamiz. Все, поняла. Хорошо. Ortiqcha narsani Bilan olib qo'yaman. keyin Shahlopa, ruxsat давайте. yo'q bo'ldi. Umuman ishlashga ruxsat bo'lmagan oilada. Men hozir bu narsalarni nimaga aytib beryapman? Mana shunaqa mendagi sharoitda o'tirgan ayollar uchun men aytyapman-da. Lekin давайте bitta joyini anaqa qilib qo'yamiz, belgilab qo'yamiz. Bunt ko'tarmadilar. Oilada ruxsat berishmasa, borib janjal qilishi, umuman anaqasini рассматривать qilinmaydi. Birinchi oilada baribir oila. Juda, Семья, albatta. turmush o'rtoq, farzandli, oila birinchi o'rinda. Albatta. Karyera keyin ikkinchi darajaga ketadigan narsalar bo'ladi. Menimcha bilasizmi, karyerani men qanaqa qilib tasavvur qilaman? Aytishadi-yu, yoki oila yoki anaqa karyera. Menimcha bu karyera ham qanaqadir kichkinagina bitta katta kartinani puzzle deb o'ylayman. Shunaqa. Mana shu kichkina puzzlelardan o'zi chiroyli kartina har doim anaqa bo'ladi, nima deydi, paydo bo'ladi. Bitta kattagina bitta detal bilan bo'lmaydi. Bularni har aytadi-yu, krasota в деталях deydi-yu. Menimcha hayotda ham mana shu karyeringiz, sizni hobbingiz, sizni hayotdagi qanaqadir увлеченияларingiz mana shu kichkina puzzle deb o'ylayman. O'shani chiroyli qilib, nima deydi, anaqa qilsa, birlashtirsa, juda ham chiroyli bir kartina bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri. Kapiz bo'ldim. Keyin shu bilan biz отдельно chiqdik. Boshqa xonadonga o'tdi, yana yashash tarzi davom etdi. Ikkita farzandim bor, уже farzandlarim. Hali ishlamayapsiz? Yo'q. Bog'cha yoshiga yetgan, bolalar bog'chaga chiqishdi. Ertalab zavtraqda o'tiramiz. Endi hadeb gapirishga ham qo'rqaman xo'jayinimdan. Bo'ldimi? Yo'q, men piyoz yig'latib yubordim mana. Hozir piyozdan ham o'zi keyin boshqa narsaga ham yig'laysiz. Yo'q, yig'lasangiz faqat piyozdan yig'laylik, boshqa narsadan yig'lamaylik. Keyin o'sha qo'rqaman, nima deyishni bilmayman. Baba gapirishim kerak. Baba qilishim kerak. Qilgim kelyapti o'sha narsani. Bilan keyin xo'jayinimga aytdimki, mana shunaqa zavtrak qilib o'tiramiz. Bolalarni tashlab keldim, bog'chaga tashlab keldim-da, mana shunaqa zavtrak tayyorlaganman, stolda o'tiramizda. Xo'jayinimga aytdim. Bahodir aka, xo'jayinim bilan turmush o'rtog'imiz ismlari Bahodir aka. Bahodir aka, iltimos sizdan bitta menga shans bering, boshqa umuman bu haqda gapirmayman. Bitta ko'raylik, agar bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'ldi. Boshqa umuman bu to'g'risida gapirmayman. Ishlash to'g'risida. Xo'p, nima qilmoqchisan dedilar. Mana shunaqa bitta ishlab ko'ray desam, jahl ustida hazil va nomus menga qarab, aytdilarki, bo'ldi dedilar. Ish top dedilar. Senga dedilar, mana ertalabida zavtrak qilib 9 edi atrofi, kechgacha. Men ujinga kelib ovqat yegunimcha bo'lgan paytda ish topasan, o'sha ishda seni hech kim ko'rmasin. Bemalol chiq, ana ishla dedilar. Вот кульминацион momenti keldi. Topinglar, qatga bordilar. Shu bilan keyin men ishonasizmi, bu narsa menga anaqa qilgani, meni eng xursand qilgan narsa, men shuncha paytda men rozi qila olmayotganimga rozi bo'lganlari. Bo'ldi, men u qiziq emas menga. Qayerga borib ishlayman, kim bilan ishlayman, menga qiziq emas. Men ruxsat oldim, bo'ldi, men hech kim ko'rmagan ish topishga harakat qilib boshladim o'sha. Bo'ldi, zavtraklarni kuzatdim xo'jayinimni, zavtraklarni yig'dim, o'tirdim. Farzandim, kichkina farzandim, bog'chaga boradigan farzandimni vaspitatelyi, ya'ni bog'cha opasi ikkita joyda ishlardilar. Ikkita joyda ishlardilar-da. Eshitsangiz kulasiz. Ular bittasi bog'chada, ikkinchi stajlari anaqa ko'z ojizlar internatida. De telefon qildim. Arabiya, mana shunaqa situatsiya, menga срочный o'zingiz ishlayotgan joydan menga ish topib berasiz dedim. Bo'ldi dedilar. Keling dedilar. Endi shoshib chiqib ketdim. Ishga gaplashishga, dokumentlarimni olganman, diplomlarimni olganman. Ko'z ojizlar internatida, u internat anaqada, Parkenskida joylashgan. Birga bordik, direktor bilan gaplashdik. Endi hamma diplomlarimni ko'rdi, unaqa qildi deb, bo'ldi, ishga olamiz dedi. Faqat u ko'z ojizlar internatida ishlash uchun tiflopedagog bo'lib, ikkinchi mutaxassislikni bitirishingiz kerak. Men aytayman, yalinmayman. Bo'ldi, men o'tda ham o'qiyman, bo'tda ishlayman. Menga ruxsat teganda, meni ishga oling, iltimos deyapman. Endi bo'ldi, oldik dedi, dokumentlarni topshirdim, uyga keldim. Ovqatlarimni tayyorlayman. Mendan baxtiyor inson yo'q.
men hech narsani o'ylamayman, u yerda qanaqa ishlayman, nima qilaman, u narsalar umuman absolyutni meni eng katta baxtim meni ko'chaga chiqarib yuborganlari, bo'ldi, ruxsat, ishla deganlarida. Shu bilan uyga keldim, keyin xo'jayinim bilan choy tayyorladik, ovqat beryapman. Xursandligimni ko'rsangiz, bunaqa xursandchiligim. Hozir nima qilishimiz kerak, gapingizni bo'lim? Yog'imiz qizida, menimcha. Tuz? Ha, tuzni nimaga sepaman, bilasizmi? Anaqa men juda ham такой важный момент. Qiz turgan yog'iga tuz sepyaptilar. Tuzni sepishimni anaqasi yog' ham yoq sachramasligi uchun. Okey. Tak, birinchi piyozni tayyorlab qo'ydim. Hamma piyozni solamiz, a? Давайте. Ikkita yog' qo'yamiz. Xullas, kechki payt o'tirdingiz. O'tirdim, ovqatlar tayyorlaganman, salatlar endi stol tayyor. Xo'jayinim hayronlar, keldilar-da. Uverim bo'lganlar ish topmagansiz. Yo'q. Qayerdan topadi bunaqa ish deganlar? Hech narsa anaqa bo'lmagan. Keldilar. Ovqat yedik. Endi tezroq so'rasinlar deyapman-da. Ha. Siz tayyor turibsiz, hozir yashayman, aytaman. Keyin ish topdingmi dedilar. Topdim dedim. Endi topdim desam, endi o'sha yeyotgan ovqatlar og'izlaridan tushib ketdi. Ishoning, o'sha ko'z oldimda o'sha men qotib ketganda, o'sha yuzlarida qarab, qayerda ekan bunaqa ish deyapti. O'sha jahllari chiqqan. Qayerda ekan unaqa ish, sani hech kim ko'rmagan. Mana shunaqa adasi ko'zojli internetga borib, hammasini tushuntirib berdim. Mana shunaqa o'sha diplomlarimni topshirib keldim. U yerda ham o'qib, ham ishlayman. Chunki shunaqa diplom olish kerak ekan deb tushuntirdim vaziyatni. Endi ular menga o'zi va'da berganmilar. Ularni endi hozir xayollarida nima? Ko'zi ojizlar internetida sen qanaqa ishlaysan? Sen o'ylayapsanmi dedilar. Yo'q, bo'ldi, men gaplashib keldim deyapman-da. Bo'ldi, men gaplashib keldim. Shu bilan endi bular menga va'da berganmilar, ishlaysan deb. Bo'ldi, ruxsat dedi. Ertasidan ishga ketdim. Bilasizmi, bu xursandchilik nimaga bunaqa bo'lgan? Menimcha, har bir ayol hayotda oiladan tashqari o'zini o'rnini topgisi keladi. Bu dunyoda o'zini qanaqadir nima desam ekan, aytadi-yu, leptasini внести qilgisi keladi-yu. Ozgina bu hayotni o'zgartirish uchun o'zini ozgina energiyasini bergisi keladi. Menimcha, bu narsa har bir ayollar ichida bor narsa. Bor. Shahloba, bilasizmi, keyinchi har doim bir xil hayot. Men bilaman, ko'p ayollarni, почти hamma ayollarga o'zi bir xil hayotdan zerikadi. Tushunasizmi? Bir xil hayot. Alhamdulillah, hamma narsamiz bor. Masalan, холодильник ochsangiz to'la bo'ladi. Hamma narsa bisyor, lekin o'sha narsadan ham odam zerikadi. Albatta. Tushunasizmi? Bu narsani hamma kimlardir oqlashi mumkin. Kimlardir, yo'q, unaqa emas, noshukur bo'lmaydi. Yo'q, lekin hamma ayol ichida mana shu ko'nglida bo'ladi bu narsa. Qaniydi bitta chiqib ko'rsam, ishlab ko'rsam, insonlarga qo'shilsam degan narsa bo'ladi. Keyin yaxshilab qizartirib olamiz. Rang kiradi. Bunday rang bo'lgandan keyin go'shtimizni solamiz. Shampinyonini отдельно qaynatmaymiz. Просто qovuramiz keyin. Просто qovuramiz. Hozir buni to'rab qo'yib, ozgina sho'r suvga botirib qo'yamiz. Хорошо. Hozir men ham qilaman. Sho'r suvga botirib. Xullas, siz boshladingiz. Ko'zi все. Ko'zi ko'rli maktabida internetida ishlashni boshladingiz. Boshladim ishlashni. O'tda endi o'zimiz, o'tda baribir sog'lom bolalar ham bor, nosog'lom bolalar ham bor. Bilasizmi, mana shunaqa joyda ishlaganda sizda juda ham katta принятие bo'lish kerak. Принятие anaqa nima deydi, qabul qilish. Shunaqa. Bu juda ham, bilasizmi, принятие без nima desam, без сожаления. Вот situatsiyani qanaqa bo'lsa, shunaqa qabul qilish juda ham qiyin o'zi. Shunaqa. Lekin bu juda ham высший pilotaj deb hisoblayman. Ular bilan gaplashib, ularning tilini topish baribir oson emas. O'sha ham ishlab, ham o'qib, shu anaqada ketdim. Endi qancha ishladingiz ziyoda? 3 yil ishladim. Shahloba, bilasizmi, 3 yillik ichida misol uchun men uyda masalan ovqat qilasiz, dam olasiz, yig'asiz, terasiz, masalan.
lekin ishlaganingizdan keyin siz o'zi bo'yningizga уже ishni oldingizmi, hamma narsangizni zo'r qilib qo'ymasangiz, baribir qanaqadir dakka eshitib qolmaydigan narsa bo'ladi. То есть mas'uliyat yana ham ko'proq bo'ladi, da. Chunki ertaga, "Hey, menga qara, sen ishlab o'zingdan ketdingmi? Qo'lingga pul tushib o'zingdan ketdingmi?" degan gaplar bo'lib qolishi mumkin-da, tushunasizmi? O'shaning uchun ham qaytangi ishlab 2 barobar mas'uliyatingiz oshadi. Da. Siz bilan Keyin shu bilan ishlashda davom etdim. Men tushunolmayapman, logistika tsepочка. Qanaqa qilib siz marketingga keldingiz? Hozir buni ham aytib beraman. Anaqadan nima deydi? O'qituvchilikdan bu sferaga. Men ishga уже sho'ng'ib, уже mana o'zingizni karyerangizni qilib sovuramiz. Tak, bonfileni sovamiz. Piyozni yaxshilab qizartirib oldik. Champinyonlarni mayda to'rab, suvga evitib qo'yamiz. Tak, bolgarskiyni endi biza garnir uchun xarajimiz. O'shanga bu podkastlarda rosa yaxshi ko'raman, ayol kishi bilan suhbatlashib, hayotini eshitib, birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukur qil. Baribir nimadir olaman, bu ham qanaqadir trening desa ham bo'ladi. Har bitta ayol o'zini hayotini trening qilib gapirib bersa bo'ladi. Papa bunacha mayda qilib. Tak, всё. Keyin orada Shahloba shunaqa vaziyatlar bo'ldiki, endi aytganimdek o'rta baribir sog'lom bolalar ham bo'lganiga bir kun bitta bola meni 3-etajdan itarib yubordi. Shunaqa случай bo'ldi. Oyog'im yirtilib ketdi. Endi men uni hech kimga aytmadim. Men hozir xo'jayinimga bu narsani aytsam, bilasiz nima bo'lishini. Shu bilan keyin o'zim eski toshmiga borib, tiktirib, kolgotka kiyadigan vaqt edi. Kiyib, bekitib, uni bitqizganman. Shunaqa vaziyatlardan ham o'tganmizki, nimaga bu narsalardan o'tish kerak bo'lganda, tushunasizmi? Chunki bu narsadan o'tmasangiz, nima deydi, ani yutuqqa chiqa olmaysiz. Zinaga o'ta olmaysiz. Shu bilan shunaqa o'tdik. O'sha men ham to'g'risini aytaman, o'zim xohlab yaxshi ko'rib ishlayotgan ishim emasligi uchun zerikdim u ishdan. Lekin o'z xohishim bilan ketishim kerak emas. Chunki oldinga qo'ygan maqsadlarim juda ko'p edi-da. Siz o'ylardingiz joydan ketsangiz bo'ldi, yana obratno uyda o'tirasiz. Shu bilan keyin meni baxtimga nima bo'ldi aytayim? Karantin bo'ldi. Kimga karantin qanaqa keldi? Karantin bo'ldi. Karantinda homilador bo'ldim 3-farzandimga. Shu bilan uyda onlayn o'qishlarni boshladim. Xullas, karantin boshlandi. Menimcha karantinda hammani hayoti o'zgarib ketdi. Hayot o'zgarib ketdi. Ko'rdingizmi? Takoy anaqa payt nima deydi? Вообще. Mana hozir o'sha karantin paytida o'sha onlayn yo'lga qo'yildi. Onlayn juda katta mavzu bo'ldi. Juda. Bilan keyin baribir bu sohada o'zimni topmaganim uchun meni maqsadim shu ishlab ko'rish edi. Bu sohada o'zimni topmaganimdan keyin karantin vaqtida уже kurs sotib olishni, kursda уже o'qishni boshladim. Psixologiya yo'nalishida. O'zingiz uchun investitsiya qilishni boshladingiz. Eng zo'r investitsiya bu bilim. Shunaqa bilimga qilingan. Shu bilan keyin ishlarimiz boshlandi, o'qishlarimiz boshlandi. 20 dan Imенно psixologiya bo'yicha. Aziza Tashxo'jayeva, Lola Zununova, Nargiz Sattorova. Har bitta shu psixologiya yo'nalishida bo'lgan ustozlarning qo'lida o'qib chiqdim. Paytda karantindan oldin ham o'qiganman. Giza bo'lgan, Nargiza Sattorovaning Giza eshitganman. Psixologiyada shunaqa sentrlari bo'lgan. U yerda ancha 2 yil, 3 yil o'qiganman. O'zingiz uchun o'qigansiz. O'zim uchun o'qiganman. Keyin o'sha o'qishlar bo'ladi. Uzr, sal yiriroq bo'ldi. Anaqa bo'ladi-yu, nima tvorческий подход deyiladi bu. Qo'shib qo'yib, degan. Endi hozir guruchlarni yuvib olamiz-da. Siz o'zingizdan risovarka olib keldingizmi? Chunki bu meni 12 yillik risovarka. Ala.
anaqa nima deydi, ayol kishini, har bitta ayol kishini kuxnyada o'zini yaxshi ko'rgan aksessuari bo'ladi. Bu siz aksessuaringiz. 12 yillik nishonasi onamlarnikida ham anaqa bo'ldi-da, iftorlik bo'ldi. De risovalkam bilan boryapman, onam aytibdilar, nima unaqa uyda bor-ku deyaptilar. Yo'q, bu men bilaman-da o'zim. Anaqa solishi. Kuldik rosa. Tinini bilasiz. Go'shtimizni ozgina qovurib qo'yib, go'shtni aylantirib qo'yamiz. Aylantirib olaman. Ha, yaxshigina anaqa qilib. Bilasiz, men yana zavtraklar uyushtiraman. Bu zavtraklarimni uyushtirish maqsadi o'zi nima edi? Mani atrofimda juda ham ekspert ayollar ko'p. Atrofimda ayollar, o'rtoqlarim juda ham hamma yoqda har xil anaqada nima deydi, уровеньda aytmoqchimanki, uy bekalari ham bor, eng zo'r biznesmenlar ham bor, inostrankalar ham bor. Mana shu zavtrakka uyushtirishdan maqsad shunaqa eng такой zo'r ayollarni, ekspertlarni ommaga olib chiqish edi. Chunki ular как серый kardinal chetda yurishadi. O'zini lichniy brendi unchalik yo'q, lekin o'zini sohasida juda ham zo'r ekspert ayollar rosa ko'p. Men nimaga hozir aytmoqchiman? Mana shunaqa ayollar o'zini shaxsiy brendi ustida ishlashmaydi. Mana shu nonushta zavtraklarimda shunaqa zo'r ayollar bor deb chiqarishni xohlayman. Lekin men xohlardim hozirgi kunda shunaqa ekspert ayollar ommaga chiqishini. Lekin aksariyat holat bunaqa ayollar chetda yurishadi. Shahlopa, mana nimaga qo'shilaman. Ular ekspert, sohasini zo'r bilishadi. Mana meni yaqin dugonam borlar, Ayjan, siz ham bilsangiz kerak. Ular 25 yillik marketologlar, O'zbekistonning eng yuqori safida turadigan marketologlardan birilar. Lekin ularni ko'plar bilishmaydi. Lekin ular eng krupniy kompaniya, franshizalarni ular olib kiradilar. Ular olib kirmaydilar, ularning kompaniyalari orqali bizani O'zbekiston bozoriga kirib kelishadi. Lekin mana shunaqa ayollar bilishmaydi bizning ayollar. O'shanda biznes daftarimizga borganimizda o'sha lichniy brend haqida ham gaplashaylik. Men ularga aytdim, qiling, lichniy brendingizni olib chiqing. Hop, maqsad nimaiki, siz bu sohaga qanaqa kirib kelganingiz. Chunki ayol qilgan ish ayol qila oladi. Albatta. Bu ayol o'zlarini ilmlari bilan ayollar bilan bo'lishsalar, ayollarga kuch beradilar. Tushuntira oldimmi? O'shani ilhomlantiramiz. Tushuntirdim. Keling, lichniy brendingizni qiling. Ishlang lichniy brendingiz ustida. Chunki shuncha miyangizda bilimingiz bor. Siz yon atrof biladi, lekin boshqalar bilmaydi bu bilim haqida. Bilimlaringiz bilan bo'lishing deb rosa ular bilan gaplashdik. Juda ham samimiy, juda ham yaxshi ayollar. Juda zo'rlar. Bunaqa ayollar atrofimda juda ham ko'p. Har bitta ayol o'rtoqlarim ko'rsa, sen chiqishing kerak. Seni hamma tanish kerak deb anaqa qilaman, nima deydi? Majburlayman-da. O'sha zavtraklarim ham shuning uchun o'zim tashkil etaman. Shunaqa zo'r ayollarni olib chiqib, bizning ayollar ko'rsatish uchun. Mana qaranglar, qanaqa zo'r ayollar bor. Qaranglar, bunaqa o'rniy osiylar bo'ladi. Mana shunaqa qilib bu ayollardan ilhomlantirish, bu ayollar bilan ilhomlantiradigan ayollar deb mana shu zavtraklarimda ko'plarni mana olib chiqaman. Lekin oxirgi payt mana lichniy brend, shaxsiy brend haqida juda ham har bitta ugldan mana gapirishadi. Bugun mana shu haqida ham siz bilan gaplashaylik. Nima uchun kerak o'zi shaxsiy brend? Faqatgina telefonga chiqib stories olish uchun emas-ku? Yo'q, конечно. Mana shu haqida ham gaplashsak zo'r bo'lardi. Давайте hozir nima qilamiz? Guruchimizni yuvoldik. Ularni yaxshi ko'rgan skaravarkaga, risovarkaga soldik. Nimaga limon soldingiz? Birinchi marta ko'ryapman. Limon bilan hozirman. Mana stevia nimaga kerak ekan? Birinchi marta dona yaltiroq bo'lib. Записывайте. Rassipchida bo'lib chiqadi. Dona bo'lib chiqishi uchun. Limon. Bo'ldi, risovarkaga qo'yamiz. Qo'yib yuboramiz. Umuman olganda o'zi bu podkastimiz bizani nima kulinarniy podkast emas. O'shanga maqsadga o'tsak, shu bilan qarang, nima bo'ldi? U emas, bu emas, men o'zim xohlamagan ishimga ishladim. Tushunyapsizmi? Ishladim, ishimga kirdim. Endi hozir mana qarang. O'zim xohlagan ishga
o'zimni topolmadim. Ko'z ojizlar internetda 3 yil ishladim, lekin meni maqsadim shu, men ishlashimni ko'rsatish edi. Meni maqsadim ishlash edi. Tushunyapsizmi? Ko'chaga chiqdim, bo'ldi, ishimni topdim, ishladim. Mozzarella Ha, buyog'idan. Da, yirigidan. Aha. Shu bilan baxtimga karantin, onlayn kurslar, o'sha kurs sotib olishni boshladim. Endi bu yog'iga eshiting. Turmush o'rtog'imni o'zlari bu yog'iga ishlar. Seriozmi? Bilasizmi, nimaga bu narsaga o'sha o'zlari ko'nikib, o'zlari menga yo'l ochib berdilar. Chunki o'sha o'ylash fikrlarimiz yonma-yon bo'ldi. Bular o'syaptilar, men tushib ketyapman. Shu sababli ham men ishlashga, men o'zim ustimda karyera qilishga men nima deydi, majburladim-da. Chunki o'sha uyda qolib ketdingizmi, uy muhitida qoldingizmi, faqat rivojlanish yo'q, o'sish yo'q. Mana shu bola chaqa bilan bu narsani men hech narsa demayman, bu juda ham mas'uliyatli ish. Bu uy 24 ga yetdi. Uy bekalar degan juda mas'uliyatli, lekin o'zingiz uchun vaqt ajrata olmaysiz-da payti kelsa, tushunasizmi? Shu soha bilan keyin ketganimdan keyin endi bu yog'iga xo'jayinim bilan o'zlari men bu kursda o'qib chiq, men bu kursda o'qib chiq, men bunda qil, unda qil. Mana shu bilan bir 20 dan oshiq kursda o'qidim. O'sha keyin bu yoqda karantin ancha yengillashdi. Orada farzandli bo'ldim. Farzandimni bu yoqda katta qilyapman, bu yoqda kurslarda o'qiyapman. O'sha keyin treninglarga borishni boshladim, seminarlarga borishni boshladim. Keyin qarasam marketing yo'nalishida o'zimni ko'ryapman. Chunki o'zim sotuvda juda yaxshiman. Sotishni rosa yaxshi ko'raman. Masalan, bu narsam sotgim kelib qolsa, men sotib oldim, qanaqadir yoqmay qoldi menga o'sha narsa. 5 minutda sotib yuborardim-da, tushunasizmi? Yoqmayapti. Ayta talant. Men sotishni bilmayman umuman. Juda sotishga yaxshiman. Qarasam, sotuvda, o'sha marketingda o'qiyapman, bu yo'nalish meniki. Yaxshi ko'ryapman, o'sha bu sohaga kirib ketyapman, ichkariga kiryapman. Endi bilasiz, marketing yo'nalishi bu narsa juda katta sfera. Это целая наука. Buning ichida juda ham ko'p o'rganadigan narsalar bor. Shu bilan keyin sekin-sekin o'rgandik. Shu yerda aytib ketaman, marketing yo'nalishida bir 6 ta ustozim bo'lgan. 6 ta ustozim bo'lgan. Eng katta kuch bergan odam menga Azamat aka bo'lgan. Meni shunaqa vaziyat bo'lganki, bez mikrofonsiz sahnaga chiqarib qo'ygan. O'xday. Tushunasizmi? Bu shunday olib, shunday chiqarib qo'ygan. Bez podgotovka. No, shunaqa o'sha narsa menga kerak bo'lgan o'sish uchun. Bu go'shtimizdan hozir dimladik. Bu ozgina pishgandan keyin qo'zi qornimizdan solamiz. Suvni to'kib qo'ying. Yo'q. Bilasizmi, hozir mana o'ylab qoldim-da. Siz aytdingiz-ku boshida, mana men samое главное uydan chiqib olishim kerak. Uydan chiqib olishim emas. Siz o'zingizni bu yoqda anaqa nima edi, попробовать qildingiz. Bu yoqda o'zingizni anaqa sinab ko'rdingiz-da. O'zingizni yo'lingizni qidirdingiz. O'zingizga nima yaqinligini anaqa nima deydi, qidirdingiz-da. Mana qanaqadir payt siz sotuvda zo'rligingizni bildingiz. O'shanga men aytmoqchimanki, ayol kishi ba'zida bilmaydi nima bilan shug'ullanishni. Men aytmoqchi emasman, hamma narsani nima deydi, anaqa попробовать qilish degan emas. Rosti o'ylab ko'rish kerak. Qani, menga mana bu narsa yoqadimi, lekin menga mana bu narsa yoqadimi deb o'zigacha ko'p savol berish kerak ekan. Shunaqa, bilasizmi nima qilish kerak? Men hozirgi meni konsultatsiya mendan ko'plab kurs so'raydi. Men kurs qilmayman. Men shunaqa sfera qilib olganman o'zimga. O'sha kurslarni hammasini 15 minutlik qilib, men reja tuzib chiqqanman-da. Konsultatsiyam davomida o'sha 8 ta temani olib chiqib o'rgataman. Qanaqa temalar? Qani ko'rishingcha? Polniy o'sha masalan uyda o'tirgan ayol kelsa, nima qilay deb aytishadi. Men uyda o'tirgan ayollarga birinchi beradigan savolim telefoningni ochishadi. Galereyani och deyman. Ochishadi. Ko'rishadi 100 ta rasm. Nima ko'p? Nimani ko'p san saqlanib qilgansan? Nimani ko'p rasmga olib olgansan? Ko'rib chiqishadi-da, kosmetikalarni. Ko'pi kosmetika. Masalan-da, endi bitta ayolni rasmida bir taxminan 50 ta kosmetika bo'ladi. Asani ishing o'zi kosmetika ekan, sotishing mana kosmetika bo'yicha sen ishlasang bo'lar ekan. Распаковка личности. Da, aytadiki, voy deydi, ha, to'g'ri, men yaxshi ko'raman. Men shularni ko'p tomosha qilaman deydi. Bir xillik keladi-da, qani ochgan desam, makiyaj. Masalan,
sani ishing vizajistlik u mana mana bunaqa turibdi-ku desam voy to'g'ri man mashinalar rosa yaxshiman o'zi man bunaqa sohani yaxshi ko'rardim-da deb ketishadi tushunyapsizmi san nimani ko'p tomosha qilasan birinchi beradigan savolim shu ayol qizlar на заметку birinchi savol san nimani ko'p yaxshi ko'rasan galereyalarni ochasizlar galereyani ochasizlar mana sizlarga tavsiya nima turibdi masalan nimani ko'p tomosha qilgansizlar nimani ko'p rasmga olgansizlar sizlarning instagraminglarda kimga ko'p podpiska bosgansizlar qanaqa kimlar bilan ko'proq tomosha qilgansizlar и mana bu storiesda chiqib turadi bilasizmi значок kimni birinchi tomosha qilasiz masalan kiyim kechakni tomosha qilasizmi yo boshqa nima ana o'sha yerdan chiqib kelasiz kimligingiz kimni nimani yaxshi ko'rishingiz shu savolni ko'p beramanda ular ham ha voy to'g'ri bir xillarda yarim tayyor mahsulotlarni mana ko'pchilik uyda o'tirib ham hozir rosa bu narsa to'g'risida ishlashyapti bu narsani уже buni orqasidan 2 xonali 3 xonali uy olganlar ham borda bittasi konsultatsiyamga keldi konsultatsiyamga kelganda judayam oddiy ayol ekanlar keldilar u paytda konsultatsiyamni narxi $50 edilar $50 edi keldilarda o'shani endi topib kelganlarda gaplashdim ancha Madinaxon ismlari mani ko'radilar hali o'zlari ham ruxsat beradilar shu haqida gapirishga to'g'ri yosh qiz 22 yosh turmushdan ajrashgan qonlarida bola qo'llarida bola keldilar bolalarini mani qizlarim xodimlarim o'ynatib turishdi keldilarda keyin mana shunaqa munisabda man ishlamasam bo'lmaydi chiqqan qiz chig'riqdan nari turmushimdan ajrashdim lekin man o'zimni yo'nalishimni topolmayapman nima qilsam bo'ladi ota onam Rossiyada man akamni qo'llaridaman dedi man aytdim nima qila olasan desa yosh bolam bilan bilmayman lekin bitta narsa aytaymi dedilar ha man birinchi zo'r qilaman dedilar endi mana sani zo'r joying mana mana shu yerda dedi davay dedim endi unga yo'nalish ko'rsatdim upakovkasi bormi logotipi bormi boshqasi bormi o'sha yerda полный hamma narsasini o'rgatib u ayolga o'sha upakovkalarga boshqalarga pul ajratib berdim san dedim shu darajaga yetib kelasan ertaga menga kelib man mana shu darajaga yetdim deb kelmasang xafa bo'laman dedim и keyin aytdim taksi masalan odam o'zini narsasini sotayotganda birinchi o'rinda yaqinlaridan boshlaydi qo'ni qo'shnidan qarindosh urug'lariga aytadi masalan man shunaqa birinchi qilib sotyapman mana bunaqa upakovkalari bu yerda bir zo'r ovqat tayyorlanyapti lekin upakovkalari boshqalar hamma narsasini o'sha nima kerak bo'lsa o'rgatib ularni ketkizdim 2 soatcha o'tirdik u ayol bilan keyin aytdim hozir borib dedim sani yon atrofingda nechta nima bor apteka bormi salon bormi qanaqadir travellar nima bor qanaqa do'konlar bor aylanasan-da ko'rib chiqasan dedim ko'rib chiqqan mo'ykalar bo'lgan o'sha yerda yon atrofida chunki taksiga pul qilmaydi yon atrofiga o'sha ko'rib qayerda nima buni sotadigan oladigan narsasi kim bundan narsa sotib oladi o'sha joylarni o'rganib chiqqan uyiga borgan upakovkalarni qilgan birinchi qilishni sotgan boshlagan qilaman degan odam qiladi-da boshlagan ishoning mana 6 oydan keyin yonimga keldilar 7,5 million o'sha foydaga kirganlar birinchi korqasidan yonlariga yana bitta xodim olganlar qarashib turadi faqat birinchi qiladilar вот узкая направленность ishoning ham anu muzlatib qo'yib pishirib yarim tayyor qilib ham mana shunaqa sotib ham har xil endi menga bering o'shanaqani beraman hozir ketayotgan bolalarim bo'lsa birinchi kelish ko'rsatadi endi ishonasizmi shunaqa minnatdorchilik ular men uchun shuni ko'rganingizda eng zo'ri shu mana shunaqa xursand bo'laman shunaqa istoriyalarni eshitsam shunaqa natijaga chiqqanlarni endi yig'lab beryaptilar keyin institutga topshirdilar uni orqasidan shunaqa yo'llarni topdilarki aytadilarki man Alloh sizni sabab chiqib qo'yganiga sizdan minnatdorman endi shunaqa xursandlarki shuni ko'rganingizdan keyin siz rohatlanmaysizmi bunaqa ayollar juda ham ko'p o'zini yo'nalishini topolmay turgan ayollar juda ham ko'p lekin shuni bilamanki ayol kishi qilaman desa uddasidan qiladi qilaman mani xo'jayinim bilan aytdim-ku mana keyin o'zlari masalan moddiy tarafdan ham yordam berib o'qishlarimga kurslarimga boshqalarimga o'sha men o'syapman
bitta hammamiz ham fikrimiz bitta joydan chiqyapti. Уже hamma narsa boshqacha tarzda o'zgaryapti. Bilasizmi, nimaga ular ham sizga qo'shilib anaqa nima deydi, yondashib bitta yoqadan bosh chiqazdinglar. Chunki siz o'zingizni ishingizda o'zingizga ruxsat berdingiz. Shunaqa. Chunki ko'p narsa bizada negativniy ustanovkalardan boshlanadi, o'ziga ruxsat bermaslikdan. Masalan, qachondir biz mana shunaqa ustanovkani olgan bo'lishimiz mumkin, bizani kartinamizda, ichimizda albatta, bunaqa mumkin emas. Men bunga loyiq emasman. Yo'q, bunaqa qilsam odamlar boshqacha tushunadi degan fikrlar bo'ladi-da. Ustanovkangizni o'zgartirganingizdan keyin men loyiqman. Men eng zo'riga loyiqman. Men buni uddasidan chiqara olaman degan ustanovkalar bo'lgandan keyin atrofimizdagi muhitimiz, atrofimizdagi odamlarimiz bizani nima deydi, oynadagi anaqamiz ekan. Aksimiz ekan. Shu narsa cho'tqa ishlar ekanda. Lekin yoshlikdan o'zbek oilalarda bilasizmi nima deyiladi qizlarga? Bitta joyga bor, sen mana qiladi. Toshdek qot. Yosh bolalarni xayolida bitta joyda. Anu nima deydi? Уже qaynona qanaqadir bir vahshiy inson, qayni bo'yni vahshiy inson, уже ko'z oldiga уже yomon insonlar ekan ular deb уже yoshligidan tug'il bo'ladi. Mana shunaqa ustanovkalar bilan nima deydi, ko'p oilalar keyin buzilib ketadi. Kстати, o'tgan yili Nodira Zaynidinova bilan podkast olgan edik. Как раз o'sha podkastda qaynona kelin munosabatlarini gaplashgan edik. Shunaqa zo'r suhbat bo'lgan. Bir anaqani kanalimizni ko'rib, bitta ko'rib chiqinglar. Juda ham bu yoqdacha biz qaynona tarafdan ham nima deydi, qaradik va kelin tarafdan ham qaradik-da. Juda ham chiroyli suhbat bo'lgan. Ko'p narsaga oydinlik kiritdik-da o'sha yerda. Yo'q, o'shani aytmoqchi bo'lganim, o'sha yoshlikdan qizlarga onalarni bu uquvsizligidan deb o'ylayman-da. Masalan, men o'zim bir xil payt qizim o'sha 17 yosh, qizimga aytaman, bitta joy deyman-da, o'sha tilimni shundoq to'xtataman. Misol uchun, qizimga o'sha bitta joy yomon ko'rsatmay deyman-da. Nimaga shunaqa to'xtatasiz, bilasizmi? Chunki o'zim bu narsadan o'tganman-da. Chunki siz o'zingiz ustingizda ishlayapsiz. Chunki siz har xil nima deydi, bilimlarni olyapsiz. Bilasizmi, o'sha payt sizni ongingiz ham o'zgaradi. Siz dunyo qarashingiz ham o'zgaradi. Biz mana qanaqadir programmalarimiz, o'zimizning avlodimizdan o'tgan programmalarimizga siz уже yo'l qo'ymaysiz. Yo'l qo'ymaysiz. Men aytmoqchi emasman, что bizani avlodimiz aybdor, yo'q. Ular ham bilishmagan qanaqa qilish uchun emasmi? Balki sizga navbat keldi, siz shu narsani to'xtatishingiz uchun. Da. Men shunday jim bo'laman-da, san qilsang menga foyda. Da, o'zimga foyda deyman-da. O'shanaqa qilib sekin kulturni tushuntirib ketaman. Shu qiz ertaga bitta joy to'g'risida yomon xayolga bormasin degan narsani uyg'otib qo'ymang deyman-da. Undan tashqari mana qaynona to'g'risida gapirdingiz. Masalan, men aytdim sizga boshida gaplashganimizda hech narsa qilishni bilmasdim. To'g'ri, akkuratniligiga juda qarayman. Men ham qilishni bilmasdim. Yoshligimdan qaynonam ancha-muncha narsalarga o'rgatganlar. Yoshligimdan akkuratni edim, lekin oshxona, bunaqa narsalardan вообще yiroq edim, chunki ikkita katta opam bo'lganda mendan oldin. O'shanga bitta yana qo'ylab boramiz ham. Siz solmadingiz-a bu yoqqa? Yo'q. O'zini suviga. O'zini suvida. Klass. Прям anu bo'ladi-yu. Yevropada Mishlenovskiy restoranlar bo'ladi-yu. Bitta go'shtni yeb ko'rasizmi? Yeb ko'ring o'sha. Yeb ko'ring. Pishganmasa shempinyon. Men juda ham proba snimat qilishni yaxshi ko'raman. Degustirovat qilishni yaxshi ko'raman. Bilasizlar, anaqa nima deydi, restoran sohasi juda ham ko'p yil bo'lgan. Hozir vilkani olib, tak, pichog'imizni olib, tuzini ham qo'ying. Voy, go'sht rosa yumshoq pishibdi. Tuz qanaqa? Menga yaxshi. Yaxshimi? Men lekin tuz balon yemayman. Gribini sovuramizmi? Tak, biz gribini sovamiz. Qo'ziqorin. Aralashtirdim. Bizani bolalar aytganimizni qilmas ekan. Qilganimizni qilar ekan. To'ppa-to'g'ri. Bizani aksimiz ular. Xuddi shunaqa bir marta anaqa bo'lganda, karantin paytida meni qizim juda ana fast foodlardan nima deydi? Fast foodlar bilan uvlekatsiya qilib yerdi.
Men unga постоянно aytardim, ey нормально ye, semirib ketyapsan, anaqa sport bilan shug'ullan debdi. Voy 10 minut dimlab qo'ying. 10 minutga dimlaylik. Ertalabdan kechgacha gapirardim deb. Oxiri aytdimki, qo'shilishib yegansiz. yo'q, oxirida aytdimki, ey bu бесполезно dedim. Keyin karantin boshlandi, lekin men har doim sport bilan shug'ullanib kelganman. Va karantin paytida endi pitaniyamni to'g'irladim. Endi har kuni sportda подключить qildim. Onlayn darslar, ko'chaga chiqib yurib. 1-2 oydan keyin qarasam, один в один men qilgan ishni qilyapti-da qizim. Birga bir qilyapti-da. Men aytdimki, o'shandacha o'zimgacha mana shunaqa anaqa bo'lgan, nima deydi, inside bo'lganda. Nada просто o'zingiz ustingizda ishlasangiz, o'shani ko'rar ekan. Va baxtli qilmoqchi bo'lsangiz, bolangizni birinchi bo'lib o'zingiz baxtli qilishingiz kerak ekan. Keyin zo'r bitta gap eshitganman, Shvetsariya elchisini ayollari bilan biz o'rtamizda ular uylariga borganimda bir aytuvdilar-da, ular o'g'illari meni qizim bilan bitta sinfda o'qishadi. Men aytuvdim-da, o'g'lingiz молодец ekanlar, rost kitob o'qir ekanlar, chunki qizim maqtirdi-da. Qanaqa qilib добиться qildingiz buni desam, men demonstrativno har kuni kechqurun telefonimni demonstrativno olib qo'yaman, kitob olib zalda mana shunaqa qilib o'qib o'tiraman. Bir oydan keyin qarasam, bolalarim ham telefonni olib qo'yib, demonstrativno kitob o'qishni boshlashdi deyaptilar. Men aytdimki, qanaqa bu ish ekan? Bu bizani aksimiz. To'ppa-to'g'ri. Mana biz bolalarni tarbiyalayotganda bir-biringga mehribon bo'l, urishamiz. Yaxshi gapir bir-biringga. Lekin u narsani siz o'zingizda, o'zingiz opasingizda ko'rsatib bersangiz, o'sha narsani siz amalda qo'llab bersangiz, farzand uni ko'rib katta bo'lsa, u narsani amalda o'zi qo'llab beradi. Lekin bitta narsaga amin bo'ldim, siz baqirib tarbiyalashdan foyda yo'q. Umuman yo'q. Umuman foyda yo'q. Amalda qo'llaysiz, u sizdan o'rganadi. Keyin bizga eng kerakligi duo. Duo. Duolarimizda Allohdan so'rash, farzandlarimizni tarbiyasini, iymonini Allohdan so'rash. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Ojon to'g'rilarni gapirib beryotgandim sizga. Baribir qaynonamlar baribir strogi bo'lganlar hayotda. O'sha o'zim yo'limni topishim uchun baribir aytdim, hech narsa qilishni bilmayman. Nimaga bu narsaga taqalib olman? Ko'p masalan, kelinlaringiz bir xil payt nolib qolishadi-da. Ojon ush keldi, ojon unaqa qilgan. Menda ham bo'lgan u situatsiya. Unaqa narsalar, unaqa Bu ham o'sish uchun. Lekin o'sha payt men vaqt kelganda xafa bo'lganman. Qo'lashimiz kerak emas, qo'ladi. Men vaqt kelganda xafa bo'lganman. Ushtilar, u paytda hali o'sish bo'lmaganda. Bu narsani voy ushtilar deb qabul qilganman. Lekin keyin bu narsani men yaxshi ham shu narsalar bo'lgan ekan. Shu etaplardan o'tgan ekanman, shu narsalardan o'tgan ekanman. Mana hozir shu darajada bitta oilani evlab, 3 ta farzandni evlab, bitta xonadonni boshi bo'lib o'tiribman degan narsa bor-da menda. Mana shu ojon yangi kelinligimda chuchvara tugishni bilmasdim. Adajonim davlat ishida ishlardilar. Kechqurun 6 ga ovqat tayyor bo'lish kerak edi. Kelib ujin yerdilar uyda. Shu bilan yangi kelinman. Ojon tez xamir qilyaptilar. Men qiymalarni qilib qo'yganman. Sekin chiqib ketyapman endi. Tugishni bilmayman. Yangi kelinman. Sekin chiqib ketyapman. Yo'q, normalda. Sekin chiqib ketyapman bir payt. Nisa dedilar. Labay ojon desam, o'tiring, tez tuginglar dedilar. Qaynsinim bor. Shu paytda qaynsinim 12 yosh, taxminan 12 yoshli qiz. Qaynsinim o'tiribdilar, men o'tiribman, ojon o'tiribdilar. Ojon tez tugib tashlayaptilar. Men bitta olman, bittasi o'xshasa o'xshaydi, o'xshaganini qo'yaman. 3tasi o'xshamaydi. O'xshamagan cho'mchagimga solaman. Sportivniy kiyib olganman, cho'mchagimga solaman. Shu bilan keyin orada ojon bundoq qaranglar-da, qiymam ko'paydi-yu, nima balo, kam chiqyapti deyaptilar-da. Orada qaynsinim tugyapti-da, qars qo'liga uryaptilar. Bitta joyga borsin, endi urishyaptilar-da. Men bu narsa men qo'rqib ketyapman, chiqyapsizmi? Bu narsa menda bo'lyapti-da. Yana bittasi o'xshaydi, ikkitasi o'xsham cho'mchagimga solaman. Yana bittasi shu bilan cho'mchagingiz to'ldi. Cho'mchagim to'ldi. Ya'ni bu narsani hozir mana kulib aytib beraman, u paytdachi men qanaqa qo'rquv bo'lganman aytib bera olmayman sizga. Hamma anaqada bo'ladi bu qo'rquv. Tugaman deb oxiri 2-3tasini stulda yotdim. Ojon ko'rsalar bilanlar bu narsani endi ochyapman. Keyin bir payt bo'ldi.
tugdik, ikkita patnis chiqadigan chuchvara, 1,5 patnis chiqdi. O'sha qiyma o'sha narsadan 2 patnis chiqar ekan chuchvara, lekin bizani uyda 1,5 patnis chiqdi. Конечно, yarmi cho'mchaga ketgan. Shu bilan ovqatda tayyorlandi, boshqa qilindi, suzildi, yeyildi, ichildi, yig'ildi-da. Endi hamma uyiga kirib ketdi. Uyimizga kirib, turmush o'rtog'im orqamdan kirib o'tirdi. Shunda bo'y baravar top sportivniy bilan karavotga tashladim o'zimni. Mazda. Voy, nima dedi? Bundoq qilsam, xamir aralash qiymadi, qo'lim dedi. Do'madi xo'jayin. Men seni opamlarga aytaman, deyaptilar-da. O'sha Na всю жизнь. Men seni opamlarga aytib beraman. Jon Bahodir aka anchagacha qo'rqitganlar-da. Masalan, o'sha qilgan ishingni opamga aytaman debdi. Masalan, yomon qo'rqardim-da. O'sha narsa bo'lganini bilib qolmasinlar deb. So'ramiz. Endi-chi, mana bunaqa narsa-da. Albatta, bu yerdachi o'zingizni o'sha nechta odamga qilayotgan soningizga qarab qilaverasiz. Masalan, men hozir bu yerda 250 grammlik sovunman. Siz menga aytib berdingiz, boshida siz eringiz ruxsat bermaganlar ishlashga, lekin aytganlar, seni hech kim hech qayerda ko'rmaydigan joyda ishlaysan deb. Keyin siz joylashgansiz ko'zi ojiz internatiga. Hozir mana siz marketingoviy agentsiyani asoschisisiz. Lichniy brendingiz bor. Har kuni Instagramga chiqasiz. Endi qanaqa qaryaptilar bunga? Qani shunisini aytingchi. Hozir shu savolingizga sizga bitta savol beraman. Mana siz meni kuzatar ekansiz Instagramda, storieslarimda. Storiesda qanaqa narsalar qo'yaman? Mana men shu haqida ham gaplashamiz. Storiesda har bitta qo'ygan narsangiz bitta foydali narsa o'zimga olaman. Men ham o'zi stories qo'yayotganimda Instagram yurg'izishga harakat qilaman. Har gal storiesimdan maqsad qanaqadir bitta ma'noli narsa yozish, kimgadir nimadir ta'sir qiladigan foydali joyim tegsin deb qo'yaman. Bo'ldi, tushundim sizdan. O'shaning uchun lichniy brendni nimaga yurg'izishni boshlagan? Lichniy brendni litsoy, sizni yuzingiz, siz insonlarning ishonchi. Siz qanchalik insonlarning ishonchiga kirib borsangiz, odamlar sizga ishonadi. Ishongandan keyin sizdan mahsulot sotib oladi. Shu sababli ham lichniy brendni nimaga qilinadi? Faqatgina sotish uchun emas, yaxshi informatsiya, yaxshi infolar berish, yaxshi joylarga borganda o'sha joylarni ulashish. Undan tashqari yaxshi ma'noli narsalar qo'ysangiz, boshqa qilsangiz, sizni ayollar kuzatadi. Kuzatgan sari ularga siz kuch berasiz. Kuch berganingiz sari ularning energiyasi oshadi. Energiya oshgandan keyin ular ham rivojlanishini harakatiga tushadi. To'g'ri aytasiz. O'zi Instagramga mana uyda o'tirgan ayollar nimaga kiradi? Dam olish uchun kiradi. Dam olish uchun. Qanaqadir o'ziga kerak, foydali maslahatlar olish uchun kiradi. Lekin birinchi o'rinda dam olish uchun kiradi. To'g'ri aytasiz. O'zini muhitidan charchaydi, bore deydi telefon oladi, Instagramda 80% ayol shu-da. O'shaning uchun u narsa Instagramga kirganda hozir endi ko'p ayollarni ko'pi qanaqadir vayllarga, kerak emas narsalarga ham ko'p shunisi bor qaratib borishyapti-da. O'shani o'rniga filtr qilish kerak. O'shani o'rniga mana rivojlanaman deydi ayollar. Rivojlanish uchun sen boshqa qadam qo'y. U qadam bilan ketma, bo'ldi, faqat rivojlanaman deydi. Sen qadamingni o'zgartir. Sen Instagramda o'tirma, Instagramdan o'tirsang yaxshi infoni ol. Sen o'zing uchun 24 soat ichida yarim soat bo'lmadim deganda 2 bet kitob o'qi. To'g'rimi gapim? Yoki mana bizdagi mana shunaqa chiroyli zo'r suhbatlar, podkastlar bo'ladi. U narsalarni YouTube'da tekinga odam ko'rib, o'sha narsadan ikkita narsa o'rgansa ham, ikkita narsani xulosasini olsa ham qancha informatsiya bor. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Masalan, ayol kishi chiqib ko'chada ishlash shart emas. Bu narsani noto'g'ri tushunishmasin ayollar. Uyda o'tirib ham bu narsani erishsa bo'ladi bu narsaga. Tushunasizmi? Masalan, onlayn tekin kurslar orqali narsalar o'rganib, o'ziga kerakli informatsiyalarni olib, o'sish uchun, rivojlanish uchun o'rgansa bo'ladi. Qancha shart emas ko'chaga chiqib ishlashi. Shart emas, masalan, ruxsat bermayapti, voydod deb ishlayman deb o'zini mana o'tga urib, cho'qqa urish shart emas. Uyda o'tirib ham shu narsani qilsa bo'ladi. Uyda o'tirib ham onlayn sotuvini qilsa bo'ladi. Masalan, onlayn biznesini yo'lga qo'ysa ham bo'ladi. Masalanchi, bahona qilsangiz, nima deydi, bahona qidirsangiz juda bahona ko'p. Juda ko'p.
mana masalan bir xil ayollar o'tirishadi, erim ruxsat bermaydi, qaynonam ruxsat bermaydi, uyimda sharoitim yo'q, bolalarim boshimga chiqib ketadi, uyimda sharoitim yo'q, sharoit sen topasan. Qachonki sen o'zingga sharoit qilsang, qachonki sen qilaman desang, o'sha narsaga imkon topiladi. Keyin bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana ko'p ayollar Instagramda o'tirib qoladi. Filtr qilishmaydi, nima ko'ryapti. Badrat ko'raverishadi-da. O'sha payt ayol kishining настроенияsi ko'tariladi, lekin telefonda ko'p o'tirib telefonni olib qo'ysa, bilasizmi, ozgina такой depressivniy holatga tushadi. Men shuni o'yladim-da, bu o'zi qisqa dopamin degan narsa bor-da. Bitta ko'tariladi-da, tushadi. Ayol kishi hech ayol kishi emas, o'zi biz o'ylamaymiz, qanaqa qilib uzoq muddatli dopamin olish uchun. Men eng zo'r maslahat nimaga beraman? Chunki men o'zim bu narsadan foydalanaman. Har kuningizga sportni qo'shing. Sportdan eng zo'r dopamin yo'q. Bu sportdan keyin sizni shunaqa energiyangiz oshadi. Mana bu uzoq muddatli dopaminningiz bo'lgandan keyin siz undan ham ko'p narsaga energiyangiz erishsangiz bo'ladi. Mana men bir kun sport bilan shug'ullanmasam, bo'ldi, men o'zicha ozgina anaqa bo'lib qolaman. Xafa bo'lib qolaman o'zimdan. Chunki men bu narsaga o'rganaman-da, o'sha organizm o'rgandi. Mana yaqinda Vyetnamga borib keldik. Ertalab yoga bilan shug'ullandim. Kechqurun trenajyorniy zalga bordim. Ishonasizmi, men shu narsadan zavisim bo'lib qolibman. Men shu narsadan zavisim bo'lgan yaxshi, chem o'tirib Instagram yomon demayman. Instagramda просто иногда yaxshi anaqa informatsiya bor, foydasiz informatsiya bor. Biz o'zimizni vnimaniyamizni o'sha yerga ketkazamiz-da. Shahlopa, mana hamma ko'pchilik internetda obratno olmaymiz. Dot deydi, voy aynitadi. Yo'q, mozzarella solamiz. Internetdan ikkita foydasinimi? Ikki xil foydalansangiz. Da. Masalan, internetni ko'rib, Instagramga ko'rib, ko'plar eriga, ayoliga bunaqa podarka qilyapti. Вот, mana shu momentda. Uyiga janjaldan ortmayapti. Da. Bir xilla o'sha internet orqasidan yaxshi foydali narsalar o'rganib turib, o'zini ham biznesini yo'lga qo'yib, undan to'g'ri foydalansa ham, bu-chi, masalan, men o'zim aytaman, internetda mana shu ijtimoiy tarmoqqa Alloh bergan inoyati. To'g'ri. Bu narsadan to'g'ri foydalansangiz, bunda baraka bor. Albatta. Lekin insonlar bundan to'g'ri foydalanishni bilishmayapti, Shahlopa. Mana olov bilan olovni ishlatib ovqat qilsangiz ham bo'ladi. Olovni olib yondirib olsangiz ham bo'ladi narsani. Menimcha, любой narsada mana shunaqada. Agar o'zini balansini ushlab, kerakli joyda foydalanmasangiz, любой narsani zarari ham bor, foydasi ham bor. O'shanga hurmatli ayollar, har doim qaranglar. Siz qanaqadir informatsiyani olayotganingizda, bu sizni stoy anaqa nima deydi, shu energiyangiz ketishiga nima desam ekan, sababchi bo'lib qolmasin emas, arziydimi energiyangiz ketishiga yoki arzimaydimi? Qanaqadir bo'lmag'ir narsalarni ko'rayotganimizda, shu yoqqa energiya sarflashimizga arziydimi, yo'qmi? Har doim men o'zimga shu savolni beraman. Bilasizmi, oxirgi payt qizg'anchi bo'lib qoldim. Bunda ko'rsam, yo'q, men bu energiyamni bu narsaga ketkazgim kelmayapti, isroflashib ketaman. Shunaqa qilib odamlar bilan ham. Men aytmoqchi emasman, odamlar yaxshi yomon demoqchi emasman. Lekin men har doim qarayman. Energiya beradiganlar bor, energiyangizni tortib oladiganlar bor. Men o'ylayman, shu odamlar ile shu joyga borganimdan keyin men yaxshiroq bo'lib chiqib ketamanmi? Yoki qanaqa bo'lib o'shandan ham pastroq bo'lib chiqib ketamanmi degan savol beraman. O'sha savol qoniqarsiz bo'lsa, men unaqa joylarga уже bormayman. To'g'ri. Chunki oxirgi vaqt o'tgan sari o'zingizni energiyangizni qizg'anar ekansiz. Chunki bu energiya bizani eng qimmatbaho narsalarimizdan biri. O'zingizni ulashayotganingizda aslida siz o'zingizni bir qanaqadir chistichkangizni ulashasiz. To'g'ri joyga energiyangizni sarflayotganingizda siz sarflagan joyingizdan o'sha energiyani 100 barobar qaytarib olasiz-da. Lekin agar noto'g'ri joyga sarflasangiz, shunaqa avraga bog'liq. Minusga kirib ketasiz. Yaxshi insonlar, o'qimishli, ilmli, o'zingizdan-da yuqori insonlar bilan o'tirsangiz, o'shaga talpinasiz. O'sha insonlarni ko'rasiz, bilimini, ilmini, gapirayotgan so'zlarini mazza qilasiz. Saviyasi past, o'ylash fikrlari past. insonlar bilan bitta stolda o'tirsangiz,
o'sha yoqqa tortib ketasiz. Tortib ketasiz. O'shaning uchun har doim har bir inson kimlarga qo'shilyapti, qanaqa insonlar bilan gaplashyapti, qanaqa aurada yuribdi, atrof muhit juda ham muhim. Har doim kontrol qilib yurish kerak. Albatta, albatta. Ovqatimiz pishdi menimcha. Ovqatimiz pishdi. Vau. Ovqatimiz tayyor. Juda ham ishtaha ochadigan hidlar bo'lib ketdi. Hozir sizamiz. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Men yaxshi ko'rgan griblarim, guruchlar bilan давайте degustatsiya qilamiz. Men degustatsiyalar qilib rosa o'rganganman. Yaxshi ko'raman. Bismillah. Это очень вкусно. Вкусно, да? Очень вкусно. Oling. Mana bo'ladi. Ayol kishi hamma narsani eplaydi hayotda. Kuxnyani ham, oilani ham, biznesni ham. Men aytmoqchimanki, ayol kishini juda ham ko'p qirralari bor. Lekin nimagadir ko'p ayollarimiz shu qirralarini qanaqadir qo'rquv evaziga, qanaqadir negativniy установкалар evaziga shuni раскрывать qilishmaydi. Shunaqa. Bugungi podkastimizda men xohlardimki, har bir ayol o'ziga savol bersa zo'r bo'lardi. Meni eng kuchli tarafim nimada? Men nima bilan foydali bo'la olaman bu dunyoga, boshqa nafaqat dunyoga, boshqa ayolga nima qanaqa foydam tegayotgan degan savol bersa zo'r bo'lardi. Chunki har bitta ayolga boshqa ayol kerak o'sish uchun. Chunki faqat mana shunaqa anaqa suhbatlarda, shunaqa joy anaqalarda nima desam ekan, men aytmoqchiman, ayol kishidan energiya oladi. Da. Lekin har bitta ayol kishi nimagadir doim loyiq, qodir deb bilaman. To'g'ri. Har bir ayol o'z ustida ishlashi shart. Chunki o'zi uchun, farzandlari uchun. Shart emas. Men yana aytyapman. Men xohishim hammaga ham tushurmaydi. Men xohlaganman ko'chaga chiqib, auramni kengaytirishga, men xohlaganman yon atrofimni kengaytirishga. Bu degani hamma ayolga tegishli degani emas. Lekin har bir ayol o'zini ustida ishlashi shart. Uyda o'tirib ham. Masalan, har bitta narsadan to'g'ri foydalangan holda, ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalangan holda, yaxshi narsani olgan holda, vaqtini o'sha 24 soatidan yarim soati o'ziga ajratgan holda har kuni bitta qadam qo'yib rivojlanish shart. Masalan, to'liq bu narsa oilasi, farzandlari, kelajagi, erkak kishini ilmi oilasi o'zi uchun, ayol kishini ilmi butun jamiyat uchun. Albatta. Bu narsani-chi men ko'p aytaman-da. Siz qancha ilm olib, qancha o'rgansangiz, sizni yon atrof farzand, 3 ta farzand tarbiyalamoqmiz. Mana sizda ham 2 ta farzand. 2 ta farzandingizga qancha siz bilimlaringiz bilan ulashib, ularni katta qilganingiz sari ular kengayadi. Ular farzandli bo'lishadi. Bilasizmi, mana shu har bitta farzandga men как proyektga qaragandek qarayman-da. Mana bitta biznes boshlashimizdan oldin biznes plan qilamiz, o'ylaymiz, qanaqa buni rivojlantirish kerak, qanaqa investitsiya qilish kerak. Bola ham shunaqada. Investitsiyani biz o'zimizni bilimimiz bilan, o'zimizni opitimiz bilan bersak bo'ladi. O'shanga nafaqat biz o'zimiz ustimizda ishlayotganda o'zimiz haqimizda emas, farzandlarimizni haqida ham, kelajagi haqida o'ylash kerak. Chunki eng zo'r primer faqat biz bo'la oling, o'rnak faqat biz bo'la olamiz o'z farzandlarimiz uchun. Yana bir marta aytib o'taman, bu narsani juda ham yaxshi ko'raman aytishni. Samolyotda ketayotganimizda har doim aytishadi, сначала маску на себя, а потом на ребенка. Bizning interpretatsiyamizda birinchi o'zingizni baxtli qilishni biling, keyin o'shani ko'rib bolalaringiz ham baxtli bo'ladi. Hamma narsani o'zimizdan boshlashimiz kerak ekan. Xohlaysizmi bolalaringiz o'zini ustida ishlashini?
o'ziz ustingizda ishlashni boshlang. Shu narsani ko'radida, bo'ldi, shu narsani qilish kerak ekan deb, просто как zerkalo, как oynaga o'xshab qarab, bolalarimiz ham shuni qilar ekan. Sizni hozir qilayotgan ishingiz marketingda juda ham foydali yo'nalishni tanlagansiz. Lichniy brend. Lichniy brend haqida juda ham ko'p gaplashdik. Lichniy brend bu faqatgina Instagramdan olib faqat bundoq o'zini olish emas, shu orqali qanaqadir foydali narsani ommaga chiqarish degan, to'g'rimi? Lichniy brendni o'zi tegida baribir qaysidir sohadan ekspert bo'lishingiz kerak. Nimadir sohadan. Misol uchun, mana food blogerlar bor, food blogerlar ular uyda o'sha har xil chiroyli, zo'r, shirin taomlar tayyorlashadi. O'sha tayyorlanadigan jarayonlarni ko'rsatib borishadi. Mana nechta food blogerlar o'zi bor. Misol uchun Tas Cooking degan food bloger bor. RB Cooking degan blogerlar bor. Misol uchun RB Cooking, men kuzataman, ularni yaxshi ko'rib kuzataman, ular litsolarni ko'rsatmaydi. Ularni odamlar juda ham ko'p. Shunaqa живой auditoriyaga egalar, shunaqa insonlar maza qilib ko'rishadi ayollarda. Men aytmoqchi bo'lganim, yaxshi informatsiya bersangiz, yaxshi informatsiyalar bilan bo'lishsangiz, sizni hamma ko'radi. Albatta. O'shaning uchun meni tavsiyam, mana ayollarga bo'lgan tavsiyam, men o'zimni boshimdan o'tkazgan tavsiyamni ayta olaman, chunki hali biz yoshmiz. Hali biz 60-70 ga chiqmaganmiz. Hozirgi paytda bu amaliyotlardan o'tib boryapmiz, bu jarayonlardan o'tyapmiz. Men o'sha o'tib kelayotgan jarayonlarimdan bittasi, albatta qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, siz offline ishlaysizmi, onlayn ishlaysizmi, uyda o'tirasizmi, ayollar faqatgina rivojlanish, o'zingizlarning ustingizda ishlash, to'g'ri bittada boshqa kattaroq baland zinaga sakrash emas, poyma-poy pastdan sakrab yutuqqa erishishni maslahat beraman. Bugundan o'zingizlarning ustingizda ishlanglar. Bugundan 24 soatingizlarni yarim soatiga vaqt ajratinglar. Bo'lmadim deganda bitta dona bo'lsa ham shunaqa suhbatlarni ko'ringlar. Kichkina bo'lsa ham o'zingizlarga xulosa chiqarasizlar. Bugungi podkastimizning mehmoni yaxshi ko'rgan Munisa, o'zlarini marketingoviy agentsiyalarini ochganlar. Ular bilan bugun suhbatimiz bo'ldi. Agar bitta dona bo'lsa ham ayolga foydamiz tekkan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Rahmat kattakon bizlar bilan bo'lganingiz uchun, bizning podkastimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyin meni bitta bularga sovg'am bor. Kim chiroyli kommentariy qoldirsa. Точно, esimizdan chiqdi. Kim chiroyli kommentariy. Men o'shancha ko'rib chiqdim. Bo'ldi. Bu ma'no anaqami упущение. Kim o'zi xarigalar anaqadan keyin qilamiz. Qoldirsa, o'zi meni konsultatsiyam $300. Ularga tekin konsultatsiya qilib beraman. Ana, eng chiroyli kommentariylarni qoldiringlar. Keyin birga Munisa bilan tanlaymiz. Keyin bo'lishasizlar. Uyda o'tirgan ayollarning rivojlanishi, uyda o'tirib ham pul topish sirlarini o'rgataman. Ana. Rahmat kattakon biz bilan bo'lganingiz uchun. Bizani baxt retsepti podkastimiz nihoyasiga yetdi. Yanada keyingi sahifalarimizda menga yaqin bo'lgan insonlarni ko'rishingiz mumkin. Rahmat.